Telefonimizni har doimgidek shu dizayn korpusidan boshlaymiz. Orqa oldi tarafi Gorilla Glass 5 o'rnatilgan, chetidagi ramkasi alyuminiy emas. Bu plastik. Misol uchun ko'rinishga keladigan bo'lsak, ko'rasiz, orqasida 3 ta kamera joylashgan, datchiklari bor. Oldi taraf, ekran displey tarafi iPhone'ga o'xshab qo'ygan. iPhone'ga o'xshab qo'ygan, ozgina S15 jinan burchida joylashgan kamerasini o'rtaga surib qo'yishganday bo'lishgan. Hozir buni ko'rib o'tasizlar. Mana 3 ta smartfonni ko'rishingiz mumkin, kamerasini stilini iPhone'dan Xiaomi'nikida o'rtada joylashgan, mana shu S15 jinikini как будто o'rtaga qo'yib qo'yganday turibdi. No, a to iPhone'dan solishtiradigan bo'lsak, прям bir xil narsa, faqat kichkinaroq o'rnatib qo'yishgan. Типа, мы можем так делать. Deganda biz ham qila olamiz. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, bunda Snapdragon 7 Gen 1 o'rnatilgan. Video protsessori bunda Adreno 640 o'rnatilgan. 4 nanometrli tex protsessor ishlaydi. Akkumulyatorga keladigan bo'lsak, bunda akkumulyatori 4500 ampere o'rnatilgan va tez olishi, ya'ni turbo charj deyiladi. Unisi 67 watt ko'taradi. Hozir to'liq xarakteristikasini endi men hozir qo'yib yuboraman, ko'rib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Qolganini video davomida aytib o'taman. Umный telefon ekran qo'yib ruchkadan boshqaramiz. Вот почему нужна ручка. Hech qanaqa iPhone baribir iPhone. Mana iPhone. Uyatsan.